Bu mashinani dizaynini kim chizgan bo'lsa ham menimcha yorib yuborgan. Fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying. 2000-yil mashina uchun bunaqa dizayn absolutni ideal hisoblanadi. Mercedes-Benz kompaniyasini dizaynerlarga bitta like bosib qo'ying. 2000-yil 380 ming yurgan Mercedesni shokolad narxga topib qo'ydim. W203 kuzovda S230 degani 2 kompressorli bo'ladi. Shahar ichida adashmasam 10 tagacha rasxod qiladi. Mashinamizni kraska holatiga keladigan bo'lsak, где-то 20% bor deyaptilar, lekin seryozni udari yo'q ekan. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli, yumshoq balonlargacha, qimmat diskalargacha toqib qo'yilgan. Mashinaning narxini aytgunimcha bitta like bosib qo'ying. Mashina elektropaket o'rindiqlari, hatto eslab qolish qobiliyati ham bor ekan. Xullas, mashinaning monitorlari eng asosiysi avtomat korobka Mercedes-Benz bunaqa narxga menimcha inomarka Namangandan boshqasi qo'yib bera olmasa kerak. Bu W203 kuzovdagi 230 kompressori narxini 6700 ga kelishib qo'ydik. Bosib olsangiz bo'ladi.